Dadamning arzusi bilan sayohat keldik, ya'ni sayohatga keldik dedim. Dadam shu ximiyalik davolash qilyotdi. 4-qadamda ximiyalik davolash qilib qilmagan bo'ldik. Oldingi velogimdan chiqarib qo'ygandim. Dadam asosiyatda shu uy bilan doktorxona orqali qatryotdi. 2,5 yildan eshibdi. Shu doktorxona bilan yurib hablashib bag'asirim shu buruqtirim bo'lib, ko'pincha xalqlar bilan boshqa odamlar bilan aloqa qilmay tushkunlashib, o'zim ishda bo'lib qolganligidan afsuslanib yurib, mana hayotning payzim surmabdi ekan. Biz hamda 4 qizchu, men bolalarning eng cho'y. Kenimki singlimmi shu Kanfoda o'qigan. O singlimga shunda o'qish bo'limidan ketgan bo'ldi. Uning keyin hammamiz qiz bo'lgan ekan. Hamda bizning uyda erkish dadam bo'lgan ekan. Dadam ish qilib shunda japokesh. Bir ko'yni 2 ko'yni 10 ko'yni 100 ko'y qilmada biz uchun shunchalik tirishib japatatib kunda degidek ishlab başta itizlarni ishlab qiladi, keyin mau ko'pratib o'tkazayotgandan keyin kunlik ishlagan bo'ldi. Ish qilib oilani qamdab, shu singlimni o'qitib, menimi sestralikni o'qib, men uni bitirib bo'lib o'zimning orzusi bilan kirimchilik kasbidan o'qidim. Shuni mablag'larni ajratib, meni o'zimning orzusini o'rgandib, opam bilan dadam ishkisi shunchalik yaxshi sharoitlarni hozirlab o'zimning yaxshi ko'rgan shu kirimchilik kasbimni bitirib bo'lib yo'lishim bilan to'y qilgan bo'pti, men uyimni ayirib chiqqan bo'pti, men bulog'imamdi yordam qilib bo'laman demamiz. Uyning eg'irchiligi dadamning zimmasidan bo'lib qoldi. Endi qiz bo'lgan ekan, ba'zan aziz bo'lib qolamiz ekan. Dadam sog' vaqtida bilmabdi ekan, shu og'rib qolgandan keyin dadamning shu ahvoliga qarab shunday kayfiyatni buzib, hozir o'ylasam ko'nglim sig'yosh keldi. Shunchalik ish qilib bir japokesh bo'lib qolibdi. Chapani tatib endi bizni bir cho'ng qilib xizmatlarga o'rlashtirib, ishlaydigan yerlarimizga o'rlashtirib, endi bizning bir holatimizni ko'rgan vaqtida bu taqdirning ochiq chaqchaqlari bilan işte bir og'riq bo'lib qolganligidan rost afsuslanman. Hayotlikning ajoyib bo'ldi ekan, bir kuni o'ng bo'lsak, bir kuni so'ng, bir kuni saq bo'lsak, bir kuni og'riq degandek, bu og'riq chopish mendan bek tez chopishadi ekan. Shunday qilib dadam mustaq holatda bo'lib qoldi. Endi bir dadamning arzusi bo'yicha sayohatga bir olib kelay deb o'zimning qo'limdan kelishicha dadamni ilib mana sayohatlarga chiqdik. Dadam endi burun shunda pokiz yasinib yuradigan, shunda tetik odam yo'qsizlanmish og'riq sababidan o'zini bir xillik to'yin ko'rgan, tushkunlashadigan odamlarning orasiga kirgizib kelmaydigan holatga kelib qoldi. Mushu shpinlarni men tatib qilib qo'yarsan, tatib qo'yarsan, meni og'zim moymoq tus bo'ldi. Tatmana bo'ldi deb turib, shunday deb qoldi, lekin ham deb yana bir qaytib kelamamliq bilmaymiz. Bugun bilan ko'z yumib boshqacha yerlar nemish bo'lganini bilmaymiz. Undan bo'lgan keyin bir aslimni qoldirib olay telefonimda bo'lsinmi deb zo'lab yurib, u yoq qarab turganda chandomasdan qilib shpinlarni tatib olgan bo'ptiman. Ota-onamiz bu vaqtida cho'qim qadrini qilib yaxshi qarab olaylik. Keyin ketgan vaqtida yig'lab yetvaganimizlamay ish o'rniga kelmaydi shunaqa. Qaysi kun chiqqan videolarga shunchalik yaxshi gaplarni qilib, shunchalik yaxshi madadlarni berib sizlar hammalarga rahmat. Yana shunday yuraklaringlarni bisib, inkasraringlarga gullaringlarni avatib qo'ysanglar shunchalik xush bo'ladi. Endi bu sayohatga o'rinlashtirgan shu Venera shirkatimizga ko'p rahmat aytman. Jumamda bu Venera shirkatimiz bo'lmagan bo'lib qolsa, endi bu sayohatlarga kelish ishlarim yo'q bo'lishi mumkin-di. O'sha Venera oilasiga kirganimga 2 yildan eshibdi. Bultur bir qatim sayohatga borgan, u vaqtda o'zim yolg'iz borgandim. U chog'da shunchalik ko'ngli yaxshi o'ynab kelgan. Maqitim baydaginimdek dadamning orzusi bilan dadamni bir olib kelay, dadamni bir ko'rsib kelay degan maqsadda dadamni ilib kelganman bo'ldim. Endi bizning bu Venera markamiz bo'lib qolsa, shu kirim buyumlar, har xil rangli kirim buyumlarimiz, terazdirish mahsulotlarimiz bor. Endi ko'pincha xonim qizlar shu bir mablag' selib bir pul tepishni, yemishdan bir sayohatlar qilib bir o'zini o'zgartirib beqish o'ylaydi, lekin yaxshi bir markani, yaxshi bir yetakchi topolmaydi shunaqa. Endi mushunda bir pul tepish orzusi bor, bir tirishib baqsam, bir o'zgarib baqsam, shunday bir sayohatlar qilib ko'nglimni ichimni qilsam bo'ladi deydigan xonim qizlar bo'lib qolsalar, ayrimxonaga qilinglar. Mening o'zimning kasbiy kirim qilish jihatim tarbiyalab qila olmayman, hamma shu to'yish, bu jihatlarni sizlarni yaxshilab yetaklab qila olmayman. Men bilan birga bo'lib qolsanglar, do'koning bevosita kelsanglar, do'kon naq maydon o'gitib qilib qo'ysam bo'ldi jumo. Unda bo'lib qolsa qizlar ayrimxonada qilinglar. Yanımda sen var güzel.
Atkan gününglik maymun arlığı bardık. Düşten keyin attan su üstü bağçısıga bargan boptuk. Keşte ma uygulanan bir muzikalık tamaqxana sifatida müşayiat kelgan boptuk. Bugün bir günimiz shunchalik xo'shallik ichida o'tdi. Unda bo'lib qolsa qizlar, ko'rinmanlarim, atki vlogimni ko'rishaylik.